Assalomu alaykum hammaga. Beruni ahli. Mana bugun penavolkanimizni yana bir qator tushirib o'tamiz. Ko'rgazib. Bular kecha chiqqan penavolklar. Sifati yaxshi. Bular aldiroq chiqqanlar uni. Qurib bordi. Mana tagidan ma'lum o'zi yomg'irdan burun chiqqan penavolklar. Aslay bo'lib turibdi. Bularni mana lay bo'lmagan. Yangi chiqqan bular ham. Penavolklarimiz yaxshi. Sifatli etib qo'yapmiz. Qo'ldan kelgancha. Mana razmerini kelsak 20 ga 30, uzunligi 60 sm bo'ladi. 20 ga 30-60 bo'ladi. Hozir mana bir klientimiz 100 dana so'rab edi, shuni operatorimiz. Buni paxsani qalaganda aytib bo'lsa bo'ladi. Mana yotqizib bo'lsangiz paxsani qalinligi 30 sm bo'ladi. Mana turunda bo'lsangiz 20 sm bo'ladi paxsani qalinligi. 20 ga 30-60 bo'ladi. Penavolklarimiz bor. Zakaz etaverasizlar. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanida, Sarkov ofisi. Bu yerda 12 santiliklar bor. Ular ham qurib bordi. Bu yoqdagilar ham hali qurimagan, yangi qo'yilgan bular. O yo'l tarafdagilar aldiroq quyilgan. Ular qurib boshladi endi. Ustindagilar qurib boshladi. Taginalar sal biroq hali yaxshi qurimadi. 1-2 kunga qurib qoladi bular ham 100%. Havolar endi isib boshlayotir. Penavolklarimiz bor. Telefon nomerni ekranga yozib qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Keyin bu yoqda Google latoklar bor. Ularda zakaz etsanglar, zakaz asosida chiqarib beramiz. Latok. Bu ayna eshikning ustiga qo'yib o'riladi bu. Charxoq hisobida. İçine beton quyiladi bular. Google joyning ishlarini to'g'rilab bo'lsangiz, sut eshigini kolon bo'ladi, aqlab tiklab yurish shart emas. Ustuna sesmasi. Shunday. Penavolklarimiz bor, kelaverasizlar. Telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Adres topolmasanglar telefon etib kelaverasizlar. Birini bo'ylab yetkazib beramiz. Bahasi 16 ming so'mdan. 20 ga 30 razmerda. Bu penavolkamiz 16 ming so'mdan. Arg'i 12liklar 10 ming so'mdan. Tam boshqa adam penamonolit quyib o'tibmiz. Videolarni qo'yib qo'yibman YouTube kanaliga, ko'rsangizlar bo'ladi. Salingan penavolkdan salingan joylarda, tam quygan tam boshlarda barisini kanalga qo'yib qo'yibmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Telefon qilaverasizlar.